Go'yo bu dunyoda faqat men yomon. Boshqa hamma yaxshi gunohsiz hamon. Allohim, meni chaqirgin huzuring tomon. Meni ado qildi mendan yaxshilar. Bilasizmi, kelayotgan 2025-yil hijriy yil bilan ajoyib mutanosiblik yili. Chunki 2025-yilning 1-yanvaridan hijriy yil Rajab oyining 1-si ham kirib keladi. Ya'ni 1-Rajab, 1-yanvar, 2-Rajab, 2-yanvar. Shu tarzda 30 Rajab, 30-yanvar. Bu oxirgisi emas. İlk bahor kunlarining boshlanishi. Mart oyining 1-kuni esa Ramazon oyining 1-kuni kirib keladi. Ya'ni 1-Ramazon, 1-Mart, 2-Ramazon, 2-Mart, 29-Ramazon esa 29-Mart kuniga to'g'ri kelishi kutilmoqda. Unda Laylatul Qadr qachon deysizmi? Endi hisoblash oson. 26-Martdan 27-Martga o'tar kechasi. Inshaalloh. Alloh bu yilimizni xayrli va barokatli qilsin. 1000 yilda bir keladigan bu mutanosiblikni ravo ko'rganlarimizga jo'natib qo'yamiz. Rajab oyida insonlar bir-birlaridan bilib-bilmay qilgan ko'ngilsizliklari va gunohlar uchun uzr so'rashi katta sabablardan biri ekan. Men ham shu fursatdan foydalanib, agarda kimningdir ko'ngliga ozor bergan bo'lsam, uzr so'rayman. Ko'ngil uchun va savob uchun.